yaxshi bir uy olaman deb niyat qilib yurdingizmi? Mana shu ko'rib turgan xonadon sizniki bo'lib qolishi mumkin. Amin deb yozib keting. Bitta like-ni bosib pastdan ham bosib qo'ying, hech yo'g'i. Mana shu xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Qizil kitob dokumentlari bor. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xohlagan yeringizga olib borib tekshirtirib, keyin pul sanasangiz ham bo'laveradi, deyapti. O'ta zarur, o'ta shoshilish holatda bu uyimiz sotuvga chiqyapti. Qo'ldan kelishicha yordamingizni ayamang. Bu xonadon egasi raq kasaliga duchor bo'libdi. Yosh bola ekan, umrlarini uzoq qilsin. Endi turmush qurib, qadam bosgan oila ekan. Agarda vazmoyingiz bo'lsa, siz ham yordamingizni ayamang, nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqib, hech yo'q hol ahvolini so'rab, 10 so'mda, 100 so'mda qo'ldan kelgancha yordam berib, agarda sizda pul bo'lsa, mana shu xonadonni olib qo'ying. Srochni sotish kerak deyapti. O'ta zarur deyapti. Ukamni operatsiya qiladigan holatga dor kelib qolgan deyapti. Akasi aytayapti. Shu sabablarni uyimiz sotuvga chiqyapti. Qo'ldan kelishicha yordamingizni ayamang. Bu videoda akalaringizga tezroq jo'natib qo'ying, iltimos. Mana birinchi bo'lib sizga zali bilan tanishtirib ketaman. Mana siz ko'rib turgan zali bo'lar ekan va undan tashqari bu yoqda ikkinchi xonasi bilan tanishtiramiz. Qarang. Bu yoqda ikkinchi xonasi mehmon, izmon shunaqa kutib oladigan xonasi bor ekan va undan tashqari uchinchi xonasi bilan tanishtiramiz. Chiroyli qilib solingan ekan, qarang, o'zgacha qilib va 4-xona bilan tanishtiramiz. Bu yoq esa shunaqa spanli xona ekan, devor pechkalari bilan moshinasida qilib o'zi uchun qilgan ekan. Astoydil ukamizdan Alloh rozi bo'lsin, chiroyli mehnat qo'ygan ekan, qarang. Shunday kalidonlarni moshinasida qilib chiqarib qo'ygan ekan. O'shanda 4 ta xona bo'lyapti. Endi esa bu tarafda dushovoy kabinasi bilan tanishtirib olmayman. Endi ichida nima, qanaqa holatlar uyda egasi o'zi yo'l uchun hozir remontga tayyorlab qo'yibdi. Bitta dushovoy bitmay qolgan ekan, xolos qolgan hamma yo'g'i bitgan ekan. Endi esa tashqi qismi bilan tanishtirib ketamiz. Tashqi qismi bilan sizga tanishtirib ketdik. Keyin narx-navolarni, adreslarni aytib ketamiz. Qarang, balatadan kirib kelganingizda shunaqa chiroyli qilib stajga qo'yib qo'ygan ekan. Lesensiyaning tagida quduq ham qilib qo'ygan ekan, qarang, o'ta zo'rmi? Va undan tashqari bu tarafda podvali ham bor ekan. Aytib o'tganimizdek, suv, svetlari bor, tualetlari ham butgan. Bu tarafga chiroyli qilib naveska loyiq fundamentlar qo'yib qo'ygan ekan. Отдельно kalitga ham qo'yib qo'ygan ekan. Undan tashqari огородini chiroyli qilib o'sha daraxtlarni ekib tayyorlab qo'yibdi. Mana shu xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Narxlarni aytadigan bo'lsak, 5,5 million deyapti. 5,5 million jichchalik hamma bor. Chiroyli qilib tushirtirib qo'ydik, xudo xolasa. Adreslarni aytadigan bo'lsak, Bozorqo'rg'on shahriga qarashli 3-chayda bilasizlar, Chuvoq hoji qo'nishida, masjidga yetmasdan, O'sh-Bishkek trassasidan Bozorqo'rg'on tarafdan kelganingizda, 10 qo'lga burganingizda, birinchi ko'prikdan to'g'ri tushib kelganingizda, birga 150 metr, 200 metr bosib kelganingizda 10 qo'lda o'qadi. Ikkinchi faoliyatda adreslar, lokatsiyalarni qoldirib ketyapti. Nomerlarimni ham opisiyaga yozib ketyapman. Aloqaga chiqib gaplashsanglar bo'laveradi. Shuningdek, uyingizda yurgan tanishlaringiz bo'lsa, bu videoda ana shu tanishlaringizga tezda jo'natib qo'ying.